Demak, Melbetdan pul chiqarish tugmasini bosamiz va Melbetni belgilaymiz. Demak, bot ko'rsatilgan manzil bo'yicha biz ariza yaratishimiz kerak bo'ladi. Melbetga o'tamiz. Pul chiqarmoqchi bo'lgan pulni belgilaymiz. Demak, manzillarni belgilab olamiz. Talmarjon Alif Bay 24/7. Bo'ldi. Ana endi botga o'tamiz. ID'ni kiritamiz. Pul tushirmoqchi bo'lgan kartamizni kiritamiz va maxsus 4 talik kodni olishimiz kerak bo'ladi. Kodni botga yuboramiz. Bo'ldi. Ana endi bot 5 daqiqa ichida pulimizni kartaga tushirib beradi.